Jamshid aka, mana qurilishlarni ko'ryapmiz. Juda ham jadallik bilan amalga oshirilyapti va beton quyish ishlarini boshlab yuboribsizlar aka. Bu qachondan boshlandi? Bu ertalab tong sahar 6 dan boshlangan Abdurahmon aka. Zo'r aka. Bu yerga qancha beton ketadi? Bu joyga 600 kubga yaqin beton ketadi umumiy 600 hisobda. kub. Bu degani mana shunaqa mashinadan 60 ta degani. Rostdan aka. Shunday. Gap yo'q lekin. Yana bundan tashqari men ko'rayotganim armaturalar to'qilgan, sifatliga o'xshatdi ko'rinishidan. Qancha armatura ketadi fundamentni o'ziga? Bu Oydin Tower loyihamizdagi birinchi blogerida 40 ming metrga yaqin armatura shu yerda ketgan. 40 ming metr. Mana mana yoqda zaxiralari bilan olib kelib qo'yilgan. Xuddi shunday. To'liq. O'zi qurilish loyihalaringizda qanaqa armaturalardan foydalanasizlar aka? Proyektimiz bo'yicha konstruktorlarimiz belgilab bergan eng kichigi shu 8 lik simdan boshlab, katinka deydi. O'shandan boshlab to 28 diametrli armaturagacha ishlatiladi. 28 diametrga. Qalinda ham mustahkamligini ta'minlaydi. Jamshid aka, mana bu yoqda orqamizda ham 3 ta mashina, bu yoqda yana 2 ta 3 ta mashina o'chiribdi, beton quyishga turishibdi. O'zi umuman bu jarayon qancha vaqt davom etadi? Bu o'zi jarayon 18-20 soat davom etadi. Bu mashinalar hammasi ketma-ketlikda turgani, bitta boshlandimi, ketma-ket quyish kerak-da. O'rtada uzilish bo'lmasligi kerak. Shuning uchun hammasini grafik bilan tashkillashtirib, o'zimiz ham kontrolda turibmiz shu joyda. Qanaqadir bir kamchilik bo'lmasin, muammo bo'lmasin uchun. Ya'ni 18-20 soat hech qanaqa to'xtovsiz davom etadi bu jarayon. Xuddi shunday. Zo'r aka. Mana shunaqa qurilish jarayoni bo'yicha yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun nima qilishimiz kerak aka? Sahifamga obuna bo'lib qo'yish kerak.